Okey. Ko'p fara necha pul edi? 400 ming ukam. Bo'ldi, hozir olib kelaman. Bo'ldi. O'rtoq, yaxshi ham seni ko'rib qoldim. Nima u aylanib yursan, telefon qilmasdan? Mana o'rtoq, sen xohlagan o'sha fara Cobalt'ga sifatli zakonnisan. Narxi 700 ming so'm senga. Original, xudo xolisa o'rtoq, uyaltirmaydi. O'rtoq yaxshisi. Bo'ldi, aka, hech pul qilib berasizlar, ozgina DTV qiynalib qoldim-da, puli. Bo'l, oladigan bo'ldingizmi? Pulini olaman aka. Mayli, Akmalning hurmati bor, 400 ming qilib beramiz. Akmal, bo'ladimi? Voy, o'rtoq, gap yo'q lekin. Rahmat kattakon aka, mushkulimni oson qildinglar. Rahmat. O'rtoq, rahmat kattakon. Charchaman. Aka, sog' bo'ling, sodanglar bersin. Xo'p, rahmat. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rgan, yurmasdan aylanib. Xo'p, rahmat o'rtoq. Baxtiyor aka, okani unaqa ish qildingiz? Tirikchilik bergityapsiz-ku. Nima qildim ukam? Akmal noto'g'ri ish qilding. Birinchidan yaqin og'aynim dedik. Xitoy farani original tiqib bossan. 400 minglik farani 700 ming deb bossan. Noto'g'ri, bizani do'kon bunaqa ish qilmaydi. Ukam, xafa bo'lma. Agar bunaqa ish qiladigan bo'lsa ham, bizani do'kon kiyimga qo'yurgin, maylimi? Boshqalar bilan ishlab yururgin, ukam, sog' bo'lgin. Siz ham yaxshi ish qilmadingiz lekin. Sog' bo'ling. Sog' bo'lgin, ukam. Afsuski, oxirgi paytlarda oshna og'aylar orasida ham, bozorlarda ham, tadbirkorlar orasida ham shunaqa insonlar ko'payib ketdi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.